Harambagh urushining qahramoni Rizvongul Hoshim. Milodiya 1944-yili 11-noyabrdan 1945-yili 31-yanvargacha to'xtamay davomlashgan Harambagh urushida nomi tillarda daston bo'lgan jasur Uyg'ur qizi Shafqat hamshirisi Rizvongul Hoshim 1925-yili 22-may sahar payti hozirgi Olmaota viloyatining Chilak nahiyasida tera va jung tijarati qiladigan Hoshimaxun otliq bir Uyg'ur boy oilasida dunyoga kelgan. Hoshimaxun 1919-yili shu joydagi Uyg'ur boyning qizi Maryamxonni nikohlab olgani uchun ayni chog'da qattiq avj olgan boy pomishchiklarga zarba berish do'lqinida og'ir ziyonkashlikka uchrab, rafiqasi Maryamxonni va 1922-yili kuzda tug'ilgan cho'ng o'g'li Hoshir Vohidi bilan 1925-yili 22-may tug'ilgan orzuliq qizi Rizvongullarni boshlab 1932-yilda asli yurti G'ulji shahriga ko'chib kelgan. Rizvongulning dadasi Hoshimaxun 1,5 yil ichida qaytadan egilik tiklab olgan. Cho'ng o'g'li Hoshir Vohidi G'uljida to'liqsiz o'rta maktab va ili daril fonini bitirgandan keyin 1939-yildan 1941-yilgacha ayni chog'dagi atalmish Xinjiang o'lkalik daril fonida o'qigan. Uning singlisi Rizvongul 1932-yildan 1934-yilgacha Sharq maktabda, 1934-yildan 1939-yilgacha hozirgi G'ulji shahar 2-o'rta maktabda boshlang'ich va to'liqsiz o'rta saviya darslarini o'qigan. Mazkur maktab 1903-yili qurilgan bo'lib, 1911-yildan 1958-yilgacha Umid maktabi deb atalgan edi. 1957-yili qo'zg'atilgan atalmish yerlik millatchilikka zarba berish harakatida mazkur maktabning ismi 2-o'rta maktabga o'zgartirilgan. Shundan beri toki 2018-yilgacha shu nomda atilib kelgan. 1939-yili kuzda Rizvongul Hoshim Urumchi qizlar o'rta maktab buxgalterlik kasbi sinifiga kirib o'qigan. 1943-yili yozda o'qish bitirib G'uljiga qaytib berib, viloyatlik pochta idorasiga ishga o'rinlashdi. Rizvongul ma'rifatparvar va taraqqiyparvar oilada cho'ng bo'lg'ashqa, oilasining bo'libmi o'qituvchi ustozlarining mehnat bilan tarbiyalanib, kichkidan tartibli tirishchan, o'tkir fikrlik, kam so'z, lekin diginini qiladigan, xo'rliq va adolatsizlikka chidab turolmaydigan qaysar qiz bo'lib yetiladi. Rizvongul pochta idorasida ishlab yurgan kunlarda, ya'ni 1944-yili 11-oyda elidagi Nilqa va G'uljini markaz qilgan Sharqiy Turkiston milliy mustaqillik inqilobi boshlangan edi. Tarixiy uchurlarga asoslanganda Rizvongul 1944-yili 11-oyning 12-kuni attiganda to'lib toshgan qizg'inlik bilan fidoyilikqa tizimga oldirgan. Fidoyi bo'lgandan keyin Rizvongul jang taktikasi, og'ir yaradorlarni jiddiy qutqizish qatorliq bilimlarni yaxshi egallagandan sirt, yana har xil qurollarni ishlatishni qitirqinib o'rgangan. Hatto janglarda pilemotning o'qdoniga o'q solgandan sirt, yana texi yaralangan pilemotchilarning o'rniga saplanib dushmanga o'tashgan. U janggohda mo'ldirdek yig'iyotgan o'qlar ichidan yaralangan jangchilarni qutqizgan. Rizvongulning karomat qahramonligi va odamni hayron qoldiradigan ish izlari partizanlar ichidan halqib o'tib, shahar xalqi ichidami keng tarqalgan. Shunda qilib Rizvongul jangchilarning o'g'inish ulgisi xalqning faxrlik qiziga aylangan. 1945-yili 1-oyning 11-kuni G'ulji shahrida uda 61 kun muhosirda qilib jon talishib, g'aljirlashgan dushman eng oxirgi kuchini yig'ib, muhosirdan bo'sib chiqib, sayram va jing'i qochmoqchi bo'lib shiddat bilan hujum boshlagan.
Jang kech kunduz to'xtamay bakmi keskin bo'lgan. Bu Sharqiy Turkiston yaqinqi zaman tarixidagi mashhur urushlar qatoridan o'rin olgan Harambog' qo'rg'ini urushi edi. Rizvongul sabdoshlari bilan kech kunduz dushman bilan jon tikib elishgan. 1-oyning 13-kunidagi Harambog' qo'rg'ini urushida Rizvongul eg'ir yaralangan Cho'ng'axun ismli bir qahramon jangchini qutqizish uchun yomg'irdak uchayotgan o'qlar ichiga kirgan. Cho'ng'axunni qutqizib bo'lib, yana bir jangchini qutqizish uchun dushman istehkomlariga ketayotgan chig'ida dushmanlarning qarg'ularcha otgan pulemyot o'qi beshiga tegib, mardlarcha shahid bo'lgan. Atrat komandiri Rizvongulning beshini silab cho'nqur mehr va ochiq hasrati bilan "Alvido Qaysar qizim" deb buqildab yig'lab ketgan. Rizvongulning shahid bo'lganligi to'g'risidagi shum xabar tezla Harambog'dan o'tib, butun oldingi saptiki askarlarga to'liq tarqalgan. Jangchilar o'zining faxrlik qarindishi hamda o't yurak Qaysar hamshirisidan ayrilganligiga qattiq azob chekib, dushmanga bo'lgan g'azab nafrati hasilab oshgan. Nihoyatda tezla Rizvongul uchun intiqom degan sadolar G'uljida palaki yetgan. Hasrat pig'on sadosi butun Ili vodisini larziga solgan. Dal shu chog'da G'uljidagi dushmanlar bilan birlashib, milliy mustaqilchilarni qirib tashlash uchun G'uljiga 25 kilometr yergacha qistab kelgan kuchlik dushmanning xavri shahar xalqining dushmanga qarshi turish irodasini texmi kuchaytirib etgan. Butun shahar xalqi hayot mamotlik paytda dahshatlik qiyon suvdak g'oyat zo'r bir kuchga aylangan. 1945-yili 28-yanvardan 31-yanvargacha so'zilgan 4 kech kunduzlik hayot mamotlik urushda Sharqiy Turkiston inqilobchilari Harambog', aerodrom va Langshang butxonasini tayanch bazi qilib olgan qoldiq dushmanlarni butunlay yo'q qilib, milliy mustaqillik uchun asos yaratgan. 1945-yili 4-oyning 8-kuni Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti Milliy armiyasi qurilganda sharaf sahnasida Rizvongulga berilgan 17-nomerlik bahodirlik medali dadisi Hoshim akaning maydisiga taqab qo'yilgan. Qayg'u hasratdan yuragi par bo'lgan Hoshim aka jonjigar qizining issiq qini badaliga kelgan bu qahramonlik medalini yenishlab silab bulduqlab yig'lab ketgan va o'g'li Hoshirning yulab turishi bilan aran o'ri turalgan. Shundaqdimi Hoshim aka butun ofitser, askar va fidoyilarga qilgan ko'ngil so'zida vatanning ozodligi, xalqning hurligi uchun borligini beg'ishlashga har vaqt tayyor ekanligini izhor qilgan. Rizvongulning aksi Hoshir Vohidi singlisining milliy irodasiga varislik qilib, milliy mustaqillik kurashlarini 1957-yildan toki 1998-yili 5-fevralda sirliq bir shaklda vafot bo'lguncha ham alam bilan ham qalam bilan izchil davomlashtirgan.